1 avgustdan boshlanadigan yangi tartiblar oddiy odamning cho'ntagiga, hujjatlariga, to'lovlariga, ishiga, avtomobiliga va davlat xizmatlaridan foydalanishiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men bugun bu mavzuni imkon qadar sodda, aniq va amaliy qilib tushuntiraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitmasangiz, ertaga oddiy bir ariza to'lov, jarima yoki hujjat masalasida ortiqcha pul, vaqt va asab yo'qotishingiz mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar har bir xonadonga kerak. Avval ko'p jarayonlar odat bo'yicha yurardi. Odamlar hujjatni qog'ozda olib borardi. To'lovni kechiktirardi. Jarima yoki qarzdorlikni keyin bilardi. Bir idoradan ikkinchisiga qatnardi. Endi esa davlat xizmatlari, kommunal hisob-kitoblar, bank operatsiyalari, soliq va jarimalar bo'yicha nazorat tobora raqamli shaklga o'tmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi tizim odamni kutib o'tirmaydi. Qarzdorlik bo'lsa elektron bazada ko'rinadi. Hujjat muddat tugagan bo'lsa ariza qaytishi mumkin. To'lov kechiksa, penya yoki cheklov avtomatik qo'llanishi ehtimoli oshadi. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. 1 avgustdan keyin odamlar ko'proq men bilmagandim degan bahona bilan muammodan chiqib keta olmaydi. Chunki ko'plab xizmatlarda xabarnoma, SMS, ilova shaxsiy kabinet yoki elektron portal orqali yuboriladi. Demak, telefon raqamingiz eskirgan bo'lsa, bank kartangiz boshqa raqamga ulangan bo'lsa, One ID yoki My.gov. Uz profilidagi ma'lumotlaringiz noto'g'ri bo'lsa, muammo sizning nomingizda chiqadi. Ilgari odam biror davlat xizmatiga murojaat qilsa, ko'p hollarda mutaxassis og'zaki tushuntirar, yetishmayotgan hujjatni aytar, odam yana qaytib kelardi. Hozir esa elektron ariza topshirilganda tizim ayrim ma'lumotlarni avtomatik tekshiradi. Masalan, pasport ma'lumoti, yashash manzili, soliq qarzdorligi, kadastr raqami, transport vositasi, aliment yoki ijro hujjatlari bo'yicha cheklovlar bazalarda ko'rinishi mumkin. Bu qulay, lekin tayyor bo'lmagan odam uchun xavfli. Chunki bitta eski qarzdorlik ham katta ishni to'xtatib qo'yishi mumkin. Masalan, bir fuqaro uyini sotmoqchi. U xaridor topgan, narx kelishilgan, notariusga borishgan. Lekin bazada kommunal qarzdorlik, kadastrdagi nomuvofiqlik yoki ijro hujjati chiqib qolsa bitim cho'ziladi. Xaridor kutmaydi, narx tushadi, odam zarar ko'radi. Yoki bir haydovchi avtomobilini boshqa odam nomiga rasmiylashtirmoqchi. Jarima borligini bilmagan. Jarima 1,5 ming so'm bo'lsa ham tizimda ko'rinsa avval to'lashga to'g'ri keladi. Shuning uchun keyin ko'raman degan odat endi qimmatga tushadi. Birinchi navbatda haydovchilar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki yo'l harakati qoidalari bo'yicha jarimalar, kamera orqali aniqlangan qoidabuzarliklar, sug'urta muddati, texnik ko'rik, avtomobil hujjatlari elektron bazalarda bog'langan. Agar siz mashinani sotib olgan bo'lsangiz, hali o'z nomingizga to'liq o'tkazmagan bo'lsangiz yoki ishonchnoma bilan yurgan bo'lsangiz, jarima kimga yozilayotganini tekshiring. Hayotiy misol, mashina akasi nomida ukasi haydaydi. Kamera tezlikni oshirganini qayd etdi. Jarima akasining nomiga tushadi. Aka bankdan kredit olmoqchi bo'lganda qarzdorlik chiqadi. Oilada kelishmovchilik boshlanadi. Bunday vaziyatni oldini olish uchun avtomobil kim nomida, jarimalar qayerga kelmoqda, sug'urta kimga rasmiylashtirilgan, hammasini tekshirish kerak. Ikkinchi guruh bu tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. 1 avgustdan keyingi har qanday yangi tartibda eng ko'p savol aynan hisob-kitob, chek, soliq hisobotlari va bank aylanmalari bo'yicha chiqadi. Agar siz bozorda savdo qilsangiz, onlayn do'kon yuritsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, ustachilik taksi yetkazib berish yoki ta'lim xizmati bilan shug'ullansangiz, tushumlaringiz, shartnomalaringiz va chek berish tartibini tartibga solib qo'ying. Masalan, oyga 5 million so'm pul kartangizga tushyapti. Siz buni qarindoshlarim yuboryapti deb o'ylashingiz mumkin. Lekin muntazam bir xil xizmat uchun tushum bo'lsa, savol tug'ilishi tabiiy. Shuning uchun faoliyat turini rasmiylashtirish, tushum izohlarini to'g'ri yuritish, kerak bo'lsa soliq maslahatchisidan so'rash foydali. Uchinchi guruh bu pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ijtimoiy yordamga ariza topshiradigan oilalar. Yangi tartiblar ko'pincha aynan ijtimoiy reyestr. Daromadni aniqlash oila tarkibi, mulk, avtomobil va bank ma'lumotlari bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, bir oila bolalar nafaqasiga ariza beradi. Ular o'zini kam ta'minlangan deb hisoblaydi. Lekin bazada oila a'zolaridan birining nomida avtomobil, yer uchastkasi yoki rasmiy daromad chiqsa, ariza rad etilishi mumkin. Bu har doim ham tizim xato degani emas. Ba'zan odamlar eski mulkni boshqa odamga sotgan, lekin rasmiylashtirmagan bo'ladi. Ba'zan oila tarkibida yashamaydigan,
lekin ro'yxatda turgan odamning daromadi ham hisobga olinadi. Shuning uchun ariza berishdan oldin oila tarkibi, propiska, mulk va daromad masalasini tekshirish kerak. 4-guruh bu chet elga chiqmoqchi bo'lganlar. Agar siz 3 avgustdan keyin safar, ish, o'qish yoki davolanish uchun chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, pasport muddati, qarzdorlik, aliment, sud ijrosi, kredit kechikishi, jarima va taqiq masalasini oldindan tekshiring. Eng og'ir holat aeroportda bilinadi. Odam chipta olgan, yukini tayyorlagan, ish beruvchi kutyapti, lekin chegarada cheklov chiqadi. Birgina ijro hujjati yoki to'lanmagan aliment sababli chiqish vaqtincha cheklanishi mumkin. Bu vaziyatda men bilmaganman degan gap samolyotni kutib turmaydi. Agar sizning hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, kommunal va soliq qarzingiz bo'lmasa, avtomobil jarimalarini vaqtida tekshirayotgan bo'lsangiz, bank kreditlaringizda kechikish bo'lmasa, elektron raqamingiz o'zingizda bo'lsa, ko'p xavotirga o'rin yo'q. Yangi tartiblar bunday odamlar uchun aksincha qulaylik beradi. Chunki idoraga borish kamayadi, ma'lumotlar avtomatik chiqadi, navbat qisqaradi, ariza holatini telefondan ko'rish mumkin bo'ladi. Lekin men baribir bitta narsani ta'kidlayman. Menda hammasi joyida deb o'ylash boshqa, buni tekshirib ko'rish boshqa. Masalan, odam kreditini to'lagan, lekin bank tizimida yopilganligi to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Kommunal qarz to'langan, lekin hisob raqam noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Jarima to'langan, lekin kvitansiya bazada yangilanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshiruvni bir marta o'tkazib qo'yish kerak. Birinchi misol. Toshkentda yashaydigan oddiy oila ijara uyda turadi. Otaning kartasiga har oy tanishlaridan pul tushadi, chunki u ustachilik qiladi. Faoliyat rasmiylashtirilmagan. Oila ijtimoiy yordamga ariza beradi. Tizim kartadagi muntazam tushumlarni daromad sifatida ko'rishi mumkin. Natijada ariza rad etiladi. Bu yerda yechim nima? Agar odam haqiqatan xizmat ko'rsatayotgan bo'lsa, o'zini o'zi band qilish tartibini ko'rib chiqishi, tushumlarni shaffof yuritishi, oilaning real daromadini hujjatlar bilan asoslay olishi kerak. Ikkinchi misol, Farg'onada bir haydovchi avtomobilini ukasiga bergan. Mashina hali o'z nomida. Ukasi 2 oy davomida kamera jarimalarini yig'gan. Jarimalar 200 ming so'm bo'lgan. Egasi buni faqat notariusga borganda bilgan. Natijada avtomobil savdosi kechikkan. Xaridor narxni $500 tushirishni so'ragan. Bu yerda ko'riladigan chora juda oddiy. Mashinani kim boshqarsa, hujjatni ham shunga mos rasmiylashtirish, jarimalarni ilovalar orqali tekshirish, SMS xabarnomalarini o'chirib qo'ymaslik. 3-misol. Samarqandda bir ayol nafaqaga chiqish hujjatlarini tayyorlaydi. Mehnat daftarchasida ayrim yillar bo'yicha yozuv bor, lekin elektron bazada to'liq ko'rinmaydi. Oldin bunday holatda idora yurib tasdiqlatish kerak bo'lardi. Hozir ham arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin, lekin jarayon elektron tarzda tekshiriladi. Agar odam oldindan ish staji, ish joyi, buyruq nusxalari va arxiv ma'lumotlarini yig'masa, pensiya tayinlash cho'zilishi mumkin. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashgan odamlar oxirgi oyda emas, kamida 6 oy oldin hujjatlarini ko'rish kerak. 4-misol. Buxoroda bir yigit chet elga ishga ketmoqchi. U kredit bo'yicha 2 oy kechikkan, lekin bank bilan gaplashmagan. U qarz kichkina deb o'ylaydi. Lekin kredit tarixi buziladi, bank talabni kuchaytiradi, ijro jarayoni boshlansa, cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy xato jim yurish. Bankka oldindan murojaat qilish, restrukturizatsiya so'rash, to'lov jadvalini rasmiy kelishish kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchisi, hamma xabarnoma ham telefoningizga kelavermaydi. Agar siz raqamingizni almashtirgan bo'lsangiz, SIM karta boshqa odam nomida bo'lsa, bank va davlat xizmatlari profilida eski raqam turgan bo'lsa, muhim xabarni ko'rmasligingiz mumkin. Lekin xabar kelmaganini isbotlash doim ham oson emas. Shuning uchun asosiy raqam o'zingiz nomingizda bo'lsin. MyBank.uz bank ilovasi va soliq ilovasidagi telefon yangilangan bo'lsin. Ikkinchi nozik jihat, qarzdorlik kichik bo'lsa ham u katta ishni to'xtatishi mumkin. 1000 so'mlik penya, 1000 so'mlik jarima yoki eski kommunal qarz odamga arzimas tuyuladi. Lekin notarius, bank krediti, subsidiya, tender, litsenziya yoki boshqa rasmiy xizmatlarda aynan shu kichik qarz muammo chiqaradi. Tizim qarzning katta-kichik hissiyotini bilmaydi. U faqat bor yoki yo'q deb ko'radi. 3-jihat, nomuvofiq ma'lumotlar. Pasportda ism bir xil, diplomda boshqa imlo, kadastrda eski familiya, bankda boshqa transliteratsiya bo'lsa, ariza cho'zilishi mumkin. Ayniqsa ayollar turmushga chiqqandan keyin familiya almashgan bo'lsa,
Eski hujjatlarni yangilashga e'tibor berish kerak. Masalan, diplom eski familiyada, pasport yangi familiyada. Bu normal holat. Lekin nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. 4-jihat. Ishonchnoma bilan yurish hamma masalani hal qilmaydi. Avtomobil, uy, yer yoki bank operatsiyalarida ishonchnoma vaqtinchalik qulaylik beradi. Lekin mulk huquqi boshqa masala. Mulk kim nomida bo'lsa, ko'p majburiyat ham o'sha odam zimmasida qoladi. Shuning uchun og'zaki kelishdik degan narsa rasmiy tizim uchun yetarli emas. 5-jihat, onlayn ariza topshirish oson, lekin noto'g'ri ma'lumot kiritish xavfli. Ayrim odamlar arizani shoshilib to'ldiradi. Manzilni xato yozadi. Hujjat rasmini loyiha yuklaydi, bank hisob raqamini adashtiradi. Natijada ariza rad etiladi yoki pul boshqa hisobga ketishi xavfi paydo bo'ladi. Men har doim maslahat beraman. Arizani yuborishdan oldin ism, familiya, pasport, JSashir, telefon, manzil, karta yoki hisob raqamini 2 marta tekshiring. Endi eng muhim qism, bugundan boshlab nima qilish kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, xorijga chiqish pasporti muddati, haydovchilik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, diplom, mehnat daftarchasi va kadastr hujjatlari qo'lingizda va o'qilishi aniq bo'lsin. Telefoningizda ham skaner qilingan sifatli nusxalar bo'lsin. Lekin hujjatlarni begona odamlarga Telegram orqali yuborishda ehtiyot bo'ling. Ikkinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Kommunal xizmatlar, elektr, gaz, suv, chiqindi, internet, soliq, yo'l jarimalari, kredit va aliment bo'yicha holatni ko'ring. Buni bank ilovalari, davlat xizmatlari portali, soliq ilovasi yoki tegishli tashkilotlarning rasmiy kanallari orqali tekshirsa bo'ladi. Agar qarz chiqsa, avval uning qayerdan kelganini aniqlang, keyin to'lang. To'laganingizdan keyin kvitansiyani saqlang. Elektron kvitansiya bo'lsa ham. Screenshot qilib qo'yish foydali. 3-qadam, telefon raqamingizni tartibga soling. Asosiy raqam o'zingiz nomingizda bo'lsin. Bank kartalaringiz, davlat xizmatlari profili, soliq kabineti, kommunal kabinetlar. Mobil operator va elektron pochta aynan shu raqamga bog'langan bo'lsin. Agar raqam yo'qolsa yoki boshqa odam ishlatsa, darhol almashtiring. Chunki kod keladigan raqam nazoratda bo'lmasa, sizning nomingizdan ariza yuborilishi, kredit olinishi yoki xizmat faollashishi kabi xavflar tug'iladi. 4-qadam, mulk va transportni tekshiring. Uyingiz, yer uchastkangiz, avtomobilingiz, garajingiz, noturar joyingiz kim nomida turganini aniqlang. Agar sotilgan bo'lsa, lekin rasmiylashtirilmagan bo'lsa, cho'zmay yakunlang. Avtomobil bo'yicha jarimalarni tekshiring. Sug'urta va texnik ko'rik muddati tugamagan bo'lsin. Agar mashinani boshqa odam haydasa, mas'uliyatni og'zaki emas, hujjat bilan tartibga soling. 5-qadam, tadbirkorlik bilan shug'ullansangiz, tushumlaringizni tartibga keltiring. Karta orqali kelgan har bir pulning ma'nosini bilib turing. Xizmat ko'rsatsangiz, rasmiy maqomingizni tekshiring. Chek berish kerak bo'lgan faoliyat bo'lsa, chek bering. Shartnoma kerak bo'lgan joyda shartnoma tuzing. Hozircha kichik ish deb e'tiborsiz qoldirmang. Chunki kichik tushumlar yig'ilib katta savolga aylanadi. 6-qadam. Ijtimoiy yordam yoki subsidiya olmoqchi bo'lsangiz, oldindan tayyorlaning. Oila tarkibi, yashash manzili, daromad, mulk, nogironlik, bolalar soni, aliment, ish haqi va bank ma'lumotlarini tekshiring. Kerak bo'lsa mahallaga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli idoraga borib, ariza uchun qanday hujjatlar kerakligini aniqlang. Ariza topshirayotganda taxminan yozmang. Raqam, sana va ma'lumotlar aniq bo'lsin. 7-qadam, agar sizga rad javobi kelsa, darrov vahima qilmang. Rad javobida sabab ko'rsatiladi. Men tavsiya qilaman, sababni yozib oling, qaysi hujjat yetishmayapti yoki qaysi ma'lumot mos kelmayapti, aniqlang. Keyin rasmiy tartibda qayta murojaat qiling. Og'zaki gap bilan emas. Ariza raqami, kvitansiya, screenshot va hujjat nusxasi bilan harakat qiling. Shunda huquqingizni himoya qilish osonroq bo'ladi. Agar davlat xizmatlari bo'yicha savol bo'lsa, eng avvalo davlat xizmatlari markaziga yoki Maytokagov. Uz portaliga murojaat qiling. Soliq bo'yicha savol bo'lsa, soliq qo'mitasining rasmiy ilovasi yoki hududiy soliq organi orqali aniqlang. Kommunal qarzdorlik bo'lsa, to'lov qilgan ilovangizdagi kvitansiya bilan xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga boring. Yo'l jarimasi bo'lsa, rasmiy jarima tekshirish xizmatlari orqali ma'lumot oling. Bank krediti bo'yicha muammo bo'lsa, bankka yozma murojaat qiling va javobni saqlang. Men alohida aytaman, ijtimoiy tarmoqlardagi noma'lum kanallarga ishonib, pasport nusxangizni, karta raqamingizni, SMS kodni, bank ilovasi parolini bermang. Yangi qo'yda chiqdi.
pulingizni himoya qilamiz. Jarimani o'chirib beramiz. Subsidiya chiqarib beramiz degan takliflar ko'payishi mumkin. Rasmiy xizmat hech qachon sizdan bank kartangizning to'liq maxfiy ma'lumotlarini yoki SMS kodini so'ramaydi. Birinchi xato odamlar oxirgi kunga qoldiradi. Hujjat muddati tugaydi, ariza muddati o'tadi, jarima penga bo'ladi, keyin hamma joyga shoshiladi. Ikkinchi xato ma'lumotni tekshirmaydi. Qo'shnim shunday dedi, Telegramda yozishdi. Bir tanishim aytdi degan gap bilan rasmiy ish yuritib bo'lmaydi. Uchinchi xato kvitantsiyani saqlamaydi. To'lov qilinganini isbotlash kerak bo'lganda odamda hech narsa bo'lmaydi. To'rtinchi xato eski raqam va eski manzilni yangilamaydi. Barcha xabarlar eski joyga ketadi. Muammo esa yangi hayotda paydo bo'ladi. Beshinchi xato hujjatdagi ism familiya farqlariga e'tibor bermaydi. Ayniqsa lotin va kirill yozuvidagi farqlar, apostrof harflarning noto'g'ri yozilishi ko'p muammo qiladi. Agar bir hujjatda o'g'loy, boshqasida o'g'loy, yana boshqasida o'g'loy bo'lsa, bu mayda tuyuladi, lekin tizim uchun 3 xil ko'rinishi mumkin. Bunday holatda tegishli idoradan tuzatish yoki tasdiqlovchi hujjat olish kerak. 1 avgustdan keyingi yangi tartiblarning asosiy ma'nosi shuki, hujjat, qarz, jarima, mulk, daromad va telefon raqami bo'yicha beparvolik qilish tobora xavfli bo'lib bormoqda. Men sizga qo'rqitish uchun emas, tayyor bo'lishingiz uchun tushuntirdim. Kim hujjatini tartibga solsa, qarzini tekshirsa, rasmiy ilovalardan foydalansa, arizani to'g'ri topshirsa, yangi tartiblardan zarar ko'rmaydi. Aksincha vaqtini tejaydi. Bugun uyga borgach yoki hozirning o'zida telefoningizdan jarimalar, kommunal qarzlar, soliq holati, bank kreditlari, pasport muddati va davlat xizmatlari profilidagi raqamingizni tekshiring. Agar oilangizda pensioner, haydovchi, tadbirkor, talaba, chet elga ketmoqchi bo'lgan odam yoki ijtimoiy yordamga ariza topshiradigan kishi bo'lsa, bu videoni ularga ham yuboring. Sizningcha 1 avgustdan keyingi yangi tartiblar odamlarga qulaylik beradimi yoki ortiqcha qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Chunki men bunday muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntirib borishda davom etaman.